ahvoli? Subhanalloh. Azizlar, biz Denov tumanidamiz, Surxondaryo viloyati. 3 ta yetim farzandni yolg'iz katta qilayotgan onani oldiga ketyapmiz. O'z uylari yo'q, juda og'ir ahvolda bular. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Senga shukr. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rabbim. Tezroq suv olib kelinglar, opam mazalab bo'lmaydi. Bo'ladi hozir. Bunaqa vaziyatlarda nima deb taskin berishni ham bilmaydi odam, chunki ichidan o'tib ketgandan odamlar befarqligi, dunyoni g'am tashvishlari ichidan o'tib ketganidan ona yig'layapti. Hozir bu onaning ichidan nima o'tayotganini biz his qila olmaymiz. Ya Allah. Senga shukr. Atayin sizni yupatganim yo'q, chunki chiqib ketish kerak edi-da. Yillar davomida yig'ilgan dard, alam, hasrat ko'z yoshlari edi, quvonch ko'z yoshlari edi. Sizlarni kelishlariga ishongim kelyapti. Kuzatib borardim nimadan. To'g'risi o'zim yig'lardim. Qayerdadir birov uyda bo'lib boshqa yig'lab nima qilardim, ko'rgan narsalar ishongim kelmayapti. Men aytdim, oxirgi lahzasigacha aytmaylar dedim. Haqiqiy bir xursandchilik bo'lsin, haqiqiy bir sovg'a bo'lsin, hadiya bo'lsin. Chunki biz ham bir sababchimizda. O'sha duolarning ijobatini kimdir sabab Alloh taolo ijobatni ko'rsatadi. Nusrat kelgandan darak bo'ladi va biz shu sababchi bo'lganimizga Allohga hamd aytamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yig'lamang. Endi bu yoqqa kulasiz. Inshaalloh endi bundan buyog'iga kulasiz.